Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Men Babamat va Nasibaxon Odilana. Mening ukam Alimov Obidjon Odilovich 2026-yil 9-fevralda ayrim tuhmatlar asosida ichkariga kirib qoluvdi. Biz advokat sifatida Suyarqul Sherzodbekni tanladik. Bu kishiga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qo'lidan kelgancha harakat qildi, izlandi, imkon topdi, o'zi dalillar, guvohlarni topishga harakat qildi. Hammani olib kelib, ukamni oqlab olib chiqib berdi. Bu kishidan Alloh mingdan ming rozi bo'lsin. Ota-onamiz ham rozi duolar bilan duo qildi. Ota-onamizga bu bolamizni, ukamizni olib chiqib berdi. Endi kimni ish tushadigan bo'lsa, avvalo tushmasin, lekin tushadigan bo'lsa, albatta mana shu Suyarqul Sherzodbekni tanlashinglarga